Mana bizim malaka oshirish kursimizda уже yakunlayotgan shogirdlarimizdan biri Nazofatxon Bekobod shahridan tashrif buyurgan. Hozir buni tikkan liboslarni bugun hammasini har bir o'tilgan andozani tikib ko'rganlar. Juda ham chiroyli chiqqan. Mana buni qarang, voyenniy formacha qilib tikibdi-da. Hammasi qonun qoidasi bilan chiqqan. Rubashka andoza asosidan bolalarnikini chiqargan. Buni esa o'g'il bolalar shim andoza asosidan chiqargan. Rosa chiroyli chiqqan. Bu esa kurtka andoza asosimizdan modellashtirib, mana rosa chiroyli chiqqan. Молодец. Bu esa kostyum andoza asosimizdan, ayollar kostyumidan tikkan. Bu ham ayollar kostyumidan, bu dvoyka. Ustidagisi oq kostyum, chetiga sutajlarini qo'yib tikkan. Mana bunisi esa buni ichidagi ko'ynagi. Kafli materialdan yenglariga foydalanib, mana bo'ynlariga ham shundan qo'yib chiqqan. Mana sutaj qantlarini ham qo'ygan. Juda ham chiroyli chiqqan. Hozir buni ayollar ko'ylagidan. Mana buni esa trikotaj, ayollar trikotaj andoza asosidan mana qilgan, ustiga aplikatsiyalarni yopishtirib, chetiga qantlarni qo'yib, bu dvoyka, shalvar andoza asosidan tegini tikkanlar.